Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum ko'rsatuvimizning sadoqatli muxlislari. Yana bir mavzu bahsi ila siz nima deysiz ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz ham har doimgidek dolzarb. To'g'ri aytingiz Zilnoza, ayni shu joyda mavzuni e'lon qiladigan bo'lsak, demak, bizning bugungi mavzuyimiz 2025-yilda suv resurslari tejash bo'yicha islohotlar, ichimlik suvi muammo bo'ladimi deya nomlangan. Suv O'zbekistonning barqaror rivojlanishi uchun eng muhim resurslardan biri. Mamlakatning murakkab iqlimi, qishloq xo'jaligi, sanoat va maishiy ehtiyojlar tomonidan suvga bo'lgan talabning ortib borishi, shuningdek, global iqlim o'zgarishi ta'sirini inobatga olgan holda suv resurslaridan oqilona foydalanish va ularni asrab-avaylash davlatning eng ustuvor vazifalaridan hisoblanadi. Bunday sharoitda suvdan foydalanish samaradorligini oshirish,